Shaxsiy brendingizni boshlamoqchisiz, lekin uni nimadan boshlashni va blog orqali qanday qilib monetizatsiya qilishni, ya'ni daromad qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Agar sizda ijtimoiy tarmoqlarda strategiya hali mavjud bo'lmasa va kuchli shaxsiy brend qurishni hali ham millionlab prosmotrlar bilan o'lchab yurgan bo'lsangiz, bu videodan keyin fikrlaringiz o'zgarishiga umid qilaman. Bu videoni har qanday kasbda ishlaydigan mutaxassis ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi aynan hozir kundagi talablardan biri bu kuchli shaxsiy brendga ega bo'lish. Sababini o'zingizlar ham bilasizlar. Qanaqa tajribaga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanaqa bilimga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar sizning shaxsiy brendingiz bo'lmasa yoki ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmasangiz, mijozlaringiz oqimi keskin darajada kamayishi va boshqa raqobatchilarga hozir kunda sizning mijozlaringizni ketib qolish xavfi ham mavjud. Buni mendan ham ancha yaxshiroq bilib turibsiz yoki kuzatib turibsiz. Sohada o'zingiz bilan bir xil tajribaga ega bo'lgan yoki siz bilan bir xil bilimga ega bo'lgan va agar yaxshilab o'ylab qaralsa, hatto sizdan ham kam tajribaga va bilimga ega bo'lgan insonlar minglab mijozlarga, yuzlab mijozlarga ega bo'lmoqda, lekin siz hali ham aynan o'sha eski usullar orqali o'zingiz sodiq mijozlaringizga xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, ushbu videodan keyin xudo xolasa siz ham mijozlaringiz ko'payishi va shaxsiy brendga bo'lgan qarashingiz bir qator o'zgarishi mumkin bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Mirtolib, 4 yillik tajribaga ega bo'lgan digital marketolog va shaxsiy brend qurish bo'yicha mutaxassisman. Inshaalloh bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lishiga umid qilaman. Va qo'limdan kelgancha bu ma'lumotlarni ochiq-oshkora aytishga, hech qanaqa sir qoldirmaslikka harakat qilaman. Yuqorida ta'kidlangandek, shu vaqtga qadar 40 dan ortiq loyihalarda faoliyat yuritganman va aynan ushbu loyihalarni siz ekraningizda ko'rib turibsiz. Ularning ba'zilari meni ustozlarim, ba'zilari bilan hamkorlikda ishlaganmiz va aynan ba'zilari bizning mijozlarimiz hisoblanadi. Bular bilan ishlash davomida ko'plab tajriba va bilimlarga ega bo'lganman va aynan ushbu videoda aynan shu olingan tajribalarimga asoslangan holatda shaxsiy va subyektiv fikrlarimni aytishga qaror qildim. Ushbu fikr va qarashlar sizning rivojlanishingizga xizmat qilishiga ishonaman. Mijozlarim bilan muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirishim oson bo'lmagan. Bu jarayonga yetib kelguncha bir qancha qiyinchiliklar, boshi devorga urilishi, qilingan xatolar juda ham ko'p bo'lgan va aynan ushbu xatolarni siz qilmasligingiz uchun bu videoni qilishga qaror qildim. Uzoq vaqt davomida ko'pchilik marketologlar yoki prodyuserlar yoki shaxsiy brend quradigan mutaxassislarga o'xshab, meni ham asosiy o'lchovlarim faqat ko'rishlar yoki obunachilar bilan bo'lgan xolos, lekin undan keladigan asosiy maqsadlar, monetizatsiya yoki bo'lmasa mijozda qoladigan sodiq auditoriyaga asosiy e'tiborimni qaratmaganman. Va hozir meni ko'rib turgan insonlar orasida ham balkim shaxsiy brendni faqat obunachilar, ko'rishlar bilan o'lchaydiganlar ham topilsa kerak. Shu vaqtga qadar siz Instagram orqali millionlab ko'rishlar soniga ega bo'lish formulalarini ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa minglab obunachilarga erishish formulalarini, sirlarini o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Lekin hozir hafsalangizni pir qilmoqchiman, sababi kuchli shaxsiy brend hech qanaqa millionlab prosmotrlar yoki minglab obunachilar bilan o'lchanmaydi va aynan shu sababdan bu xatoliklarni sizlar ham qilmasligingiz uchun men 3 bosqichli strategiya yaratganman. Shu 3 bosqichli strategiyani ketma-ketlikda ko'rishib boshlaymiz. Birinchi navbatda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa o'zi shaxsiy brend nima? Men kuchli shaxsiy brend deganda pasportga tenglashtiraman bu narsani. Sababi odamni kimligini, qanaqa fuqarolikka ega ekanligini bildirib turadigan hujjat bu uning pasporti. Ekspertda qanaqa darajada bilimga ega ekanligini yoki bo'lmasa uning tajribasini, mijozlar bilan ishlash qobiliyatini ko'rsatib bera oladigan pasport bo'lsa, uni shaxsiy brendi ijtimoiy tarmoqda yuritadigan blogi hisoblanadi. Shu sababdan bu o'xshatishni ko'pchilik mijozlarimizga tushuntiraman. Ya'ni bu shaxsiy brend bu sizning ijtimoiy tarmoqlardagi pasportingiz degan ma'noda. Ekranda hozir ikkita biznesmen paydo bo'ladi va aynan siz qaysi biznesmenga ko'proq ishongan bo'lardingiz? Chap tarafdagisigami yoki o'ng tarafdagisigami? Bu narsani hozircha o'zingiz uchun eslab qoling yoki izohlarga yozib qoldiring. Ko'pchilik hozir oramizda katta ehtimol bilan Jahongir Ortiqxo'jayev tanlagan bo'lishi mumkin. Sababi ularning shaxsiyatiga, kuchli tadbirkor ekanligiga turli xil usullar orqali qilingan shaxsiy brendi orqali ishonganmiz. Ularning ijtimoiy tarmog'i deyarli bo'lmagan yoki bo'lmasa ularning rasmiy ravishda qanaqadir millionlab prosmotr olgan kontentlari bo'lmagan, lekin biz ularga ko'proq ishonamiz. Sababi ularning ekspert ekanliklarini, o'zining sohasi bo'yicha mutaxassis ekanligini turli xil yo'llar orqali anglaganmiz va bilganmiz. Va hozir sizda ham juda ham kuchli potensial mavjud bo'lishi mumkin, kuchli bilimga ega bo'lishingiz mumkin, kuchli tajribaga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin bu haqida kim biladi va qancha inson biladi? Va tasavvur qiling, bu sonlar, ya'ni sizni taniydigan insonlarning soni taxminan 5 barobarga oshsa, sizning sotuvlaringiz yoki sizning biznesingizdagi ishlar qanaqa darajada ketishi mumkin?
Shu narsani o'ylang. Agar buni avvalroq o'ylab chiqqan bo'lsangiz, keling endi men yaratgan 3 bosqichli tizim haqida gaplashamiz. Birinchi bosqichda siz o'zingizni maqsadingizni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Maqsadlarni biz ikkiga bo'lib oldik. Men hozir sizlarga savollarni o'qib eshittiraman. Aynan shu savollarga siz o'zingiz uchun javob berib, uni bloknotga yoki bo'lmasa Notion programmasiga yoki kompyuteringizda yozish orqali o'zingizni pozitsiyangizni aniqlashingiz mumkin bo'ladi va bu jarayon keyingi bosqichlarimiz uchun eng muhimi hisoblanadi. Shu uchun hozir men berayotgan savollarga videoni to'xtatish orqali o'zingizdan javob qidiring va u javoblarni yozib boring. Blogdan ko'zlangan maqsadlaringiz bo'yicha savollarga to'xtaladigan bo'lsak. Birinchi savol: blogingiz bozorda berilmaydigan qanaqa muammoni hal qilish kerak bo'ladi? Siz kabi mutaxassislar bozorda juda ham ko'p, Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'zini faoliyati haqida, ilmi haqida juda ham ko'p kontentlarni ulashyapti. Lekin aynan shunaqa qismi bo'lishi mumkinki, bozorda qaysidir mutaxassis shu ilmlarni, tajribani yoki bo'lmasa natijalarni bo'lishmayotgan bo'lishi mumkin. Siz aynan o'sha qismni topishingiz kerak. Ya'ni bozorda hamma berayotgan kontentga o'xshash bo'lgan yoki hamma yuritayotgan akkauntga o'xshash bo'lgan narsalarni emas, siz yangicha yo'nalishda kirib kelishingiz kerak. Shuning uchun siz birinchi navbatda o'zingizga berishingiz kerak bo'lgan savol: blogingiz bozorda berilmaydigan qanaqa muammolarni yoki aytilmaydigan qanaqa kontentlarni ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Shu narsa haqida o'ylab ko'ring. Keyingi o'ylab ko'rishingiz kerak bo'lgan savol esa, agar sizda akkauntingiz bo'lmasa, ya'ni ijtimoiy tarmog'ingiz bo'lmasa, odamlar taxminan nimani yo'qotishi mumkin? Bu bo'lishi mumkin sizni tajribangizdan quruq qolishi, siz kabi mutaxassis bozorda kamligi yoki siz aytayotgan ma'lumotlaringiz bozorda muqobil varianti mavjud bo'lmasligi mumkin. Aynan shu narsalarni yozingki, siz insonlarga nima bera olasiz. Odamlar sizga nima bera olishini o'ylamang hozir. Ya'ni ular qancha pul bera olishini, qancha bu orqali daromad qila olishingizni o'ylamay turing. Shunchaki siz odamlarga nima bera olasiz. Agar siz akkauntingiz bo'lmasa, ular nimani yo'qotishadi. Shu narsani o'ylang va kamida 3 ta yoki 5 ta sababni keltiring. Keyingi savol bo'lsa, sizni kuzatayotgan obunachilaringiz taxminan 1, 2 yoki 3 yildan keyin siz bilan birgalikda qanaqa o'sish nuqtasigacha boradi. Masalan, shunaqa bloklar bo'lishi mumkin, qanaqadir mavzuda yoki yo'nalishda boshlang'ich bilimdan pro darajagacha o'rgatishadi yoki ma'lumotlarni ulashishadi. Aynan shuning natijasida obunachilarning saviyasi ham o'sib boradi. Shuning uchun hamma narsani ketma-ketinlik bilan zinama-zina usulida berib borishga harakat qiling. Bu uchun sizda aniq mo'ljallangan 1 yillik yoki 2 yillik yoki 3 yillik reja bo'lishi kerakki, insonlarga nima bera olishingiz haqida. Shu narsalarni o'ylab chiqqaningizdan keyingina siz o'zingiz uchun kuchli shaxsiy brend yaratayotganingizni bilsangiz bo'ladi. Bu xuddi serialga o'xshaydi. Ya'ni birinchi serialdan keyin ikkinchi seriyasini yoki 3-seriyasini, 4-seriyasini ketma-ketinlik bilan berib boradi. Voqealar bir-biriga uzviy holatda bog'lanadi. O'zidan o'zi oxirgi seriyasidan boshlanib qolgan kinoni menimcha siz ham ko'rmasangiz kerak. O'shaning uchun blogingizda ham bu narsaga e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Yana bir bilishingiz kerak bo'lgan muhim omillardan bittasi, siz kimga qiymat bermoqchisiz. Tasavvur qiling, har xil insonlar bor. O'zbekistonda masalan taxminan 36 million inson yashaydigan bo'lsa, siz ularni hammasiga to'g'ri keladigan produkt yoki xizmat ko'rsata olmaysiz. Sizning mijozlaringiz chegaralangan miqdorda bo'lishi mumkin. Faqat biznesmenlar uchun, faqat qanaqadir masalan xizmat ko'rsatuvchi insonlar uchun, tor doiradagi insonlar uchun yoki faqat Toshkent shahrida yashaydigan yoki qaysidir viloyatda yashaydigan insonlar sizning mijozingiz bo'la olishi mumkin. To'liq qamrovi o'zingizga ola olmaysiz. Siz bitta yo'nalishni tanlab olingki, sizning mijozingiz kimlar bo'ladi? Yoshlarmi, yosh kattalarmi yoki bo'lmasa umumiy jihatdan ular aralash holatda bo'ladimi? Bu narsani ham o'zingiz uchun aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Blogingiz keyingi navbatda sizni kimligingizni bildirib turishi kerak bo'ladi. Ya'ni insonlar bilish kerakki, aslida siz kimsiz va nima uchun aynan shu muammolarni yorityapsiz. Aynan shu mavzularni yorityapsiz. Bu narsa blogingiz orqali bilinib turishi kerak bo'ladi va bu narsaga ham alohida e'tibor qaratishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Endi eng og'riqli nuqtaga keladigan bo'lsak, hozir berayotgan kontentlaringiz bilan siz bermoqchi bo'lgan kontentlaringiz orasida qanaqa farq bor? Masalan, hozir kimlardir faqat obunachi uchun yoki faqat prosmotr uchun qanaqadir videolar olishadi, qanaqadir vaziyatdan foydalanishadi, hype, PR qilishadi. Lekin bu narsa kelajakda sizga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Shu narsani o'zingizga aniqlab olganmisiz? Agar aniqlab olmagan bo'lsangiz, hozir ayni vaqti sababi bugun shunaqa video olib turing, bugun oddiy telefonda video qo'yib turing, kelajakda pulim ko'paysa yoki masalan mijozim ko'paysa, men yaxshi sifatli video olaman, ma'nosi bor video olaman degan narsa o'tmaydi. Mijozingizni birinchi taassuroti har doim esda qoladi. Siz hozir qo'pol qilib aytganda qanaqadir
jinnilik orqali ko'tarilmoqchi bo'lsangiz, keyinchalik sizni insonlar mas'uliyatli inson sifatida yoki bo'lmasa jiddiy inson sifatida ko'rmasligi mumkin. O'shaning uchun blogingizdagi holatingizni hozir aniqlab oling. Keyin kech bo'lishi mumkin. Hozir sizlar bilan blogdan ko'zlangan maqsadlar bo'yicha qisqa savollarni berdim. Aynan ushbu savollarga siz o'zingizda javob topish orqali blogingizda nimani ko'rsatmoqchiligingizni va kimga ko'rsatmoqchiligingizni aniqlab oldingiz deb o'ylayman. Endi monetizatsion maqsadlarga o'tsak. Ushbu maqsadlar davomida siz qanaqa yo'l bilan daromad qilmoqchisiz va qancha daromad topishingiz mumkin degan savollarga birgalikda javob izlaymiz. Buning uchun o'zingizga quyidagi savollarni berish o'zi kifoya. Siz berayotgan kontent yoki qiymat evaziga auditoriya qanaqa sizga qiymat berishi kerak? Ba'zi insonlar faqatgina mashhurlik uchun yoki bo'lmasa faqatgina qaysidir status uchungina harakat qilishadi. Ya'ni ular uchun pul muhim emas. Pul keyingi darajada. O'zi yetarlicha mijoz bo'lishi mumkin. Faqatgina qanaqadir ma'noda ilm ulashish uchun yoki o'zini statusini ushlab turish uchun yoki o'zini borligini bildirib turish uchungina shaxsiy brend qilishadi. Aynan o'sha insonlarda ham qanaqadir qiymat yotadi baribir obunachunga berish kerak bo'lgan. Obunachilar bera oladigan qiymatlar qanaqa bo'lishi mumkin? Bu sizga obuna bo'lishi, like bosishi, izoh yozishi, qanaqadir moddiy taraflama rag'batlantirishi, xizmatingizni yoki produktingizni sotib olishi yoki qanaqadir tadbir, onlayn ko'rishuvlar qilgan vaqtingizda ular qatnashishi bu sizni energiyaga to'ldirishi mumkin. Aynan sizni energiya manbaingiz nima? Moddiy tarafdanmi yoki obunachilar sizga qanaqadir ma'noda poddershka qilishi, qo'llab-quvvatlashi qiziqmi? Shu narsani bitta o'ylab ko'ring. Birinchi navbatda shu narsani o'ylab olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz blog orqali nimadir sotishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, shu narsani aniqlab olingki, siz sotmoqchi bo'lgan xizmat yoki produkt qancha vaqt davomida sotilishi mumkin. Tasavvur qiling, hozir aktual bo'lib turgan narsa 3 yildan keyin ham aktual bo'ladimi? Soha yo'qolib ketmaydimi yoki talab hozirgiga nisbatan pastlab ketmaydimi? Shu narsani hisobga oling va uzoq muddat davomida sotishingiz mumkin bo'lgan xizmatga yoki yo'nalishga e'tiboringizni qarating. Masalan, siz stomatolog bo'ladigan bo'lsangiz, qanchadir etapdan keyin briketlarning o'rnini vinirlar yoki eylinerlar egallaydigan bo'lsa, siz ko'proq fokusingizni briketga bergandan ko'ra, kelajakda aktual bo'lishi mumkin bo'lgan, davomiy bo'lishi mumkin bo'lgan yo'nalishga yoki bo'lmasa instrumentlarga qaratganingiz ancha afzalroq bo'ladi. Siz aniqlab chiqishingiz kerak yana quyidagi savollarga javoblarni. Ya'ni nima uchun odamlar aynan o'sha mahsulot yoki xizmatni sizdan sotib olishi kerak? U mahsulotda bozorda raqobatchilari qanaqa darajada kuchli tarafga va ojizlikka ega? Sizning vazifangiz qaysi qismda bo'ladi bu jarayonda? Ya'ni monetizatsiyada bo'ladimi yoki blog yuritishda bo'ladimi? Sababi shaxsiy brend qurayotgan odam ikkita vazifada ham o'ynashi mumkin, to'g'ri, lekin asosiy fokus baribir qaysidir qismga qaratish kerak. Yoki blogda ko'rinishi kerak. Ko'proq u orqali insonlar mahsulot yoki xizmat haqida ma'lumot olib turib, ko'proq ma'lumot bilgandan keyin qaysidir qismni shogirdlariga yoki bo'lmasa jamoadagilariga yo'naltirgan holatda sotuvlarni amalga oshirishi mumkin. Yana bir asosiy narsa, bu pullar sizni yillar davomida qayerlarga olib borish kerak bo'ladi. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, albatta amallarimiz baribir niyatlarimizga bog'liq. Biz nimani niyat qilsak, biz nimani orzu qilsak, maqsad qilsak, shu narsalarga erishish imkoniyatimiz oshadi. O'shaning uchun agar niyatlaringiz xolis bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir ma'noda insonlarga manfaatim tegadi, shu daromadim orqali qanaqadir insonlarga yordam berishim mumkin, jamoa oyligini ko'tarishim mumkin yoki sotuvlarimni oshirish orqali xayriya ehsonlar qilishim mumkin degan narsani ham o'ziga bitta rejalashtirib oladigan bo'lsangiz, inshaalloh menimcha ancha manfaatliroq bo'ladi va sizning motivatsiyangiz ham ancha oshadi bu jarayonda. Va aniq disiplina bilan ishlashga, ya'ni aniq intizom bilan ishlashga o'tasiz. Faqat bu narsalar aniq bo'lishi kerak boshidan. Blog boshlaganingizdan keyin aniqlanishi kerak emas, oldindan siz rejalashtirishingiz kerak. Aynan shu sababdan bu narsani men yaratgan tizimni eng birinchi qismiga qo'ydim. Ya'ni blogdan ko'zlangan maqsadlar va monetizatsion, ya'ni daromad olib keladigan maqsadlarni biz aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Shuni yodda tutishingiz kerakki, kuchli shaxsiy brend qurish jarayonida odamlar sizni ularga nimadir sotganingiz uchun emas, balki ularga bergan qiymatingiz uchun yaxshi ko'radi. Ya'ni siz faqat sotayotgan mahsulotingiz bilan emas, balki ularga berayotgan qiymatingiz, emotsiyangiz, bilimingiz, foydali ma'lumotingiz, informatsiyalaringiz bilan ko'proq esda qolasiz. Ya'ni nimadir sotganingizni hisobiga esda qolmaysiz ularda. Emotsiyalar orqali ko'proq esda qolishingiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi savollarni o'zingizga berib chiqqaningizdan keyin siz blogdagi pozitsiyangizni aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi va pozitsiyangizni aniqlab olganingizdan keyin, maqsadlaringiz aniq bo'lgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tsak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi bosqichga o'tishdan oldin siz bitta narsani har doim esingizda saqlab qoling. Bu narsani уже bir necha barobar takrorladim. Ya'ni asosiy maqsad faqat millionlab prosmotrlar yoki minglab obunachilarga qaratilmasin. Siz bitta bo'lsa ham videoni ko'rayotgan, kontentingizni ko'rayotgan, blogingizni kuzatayotgan insonga nima qiymat beryapsiz?
va shu qiymatni orqasidan qanaqa siz qo'shimcha rag'batlantirish olishingiz mumkin. O'sha narsani aniqlab oling. Birinchi navbatda bilishingiz kerak bo'lgan narsa shu bo'lishi kerak. Sodiq auditoriyaga ega bo'lish jarayonini esa ikkinchi bosqichga qoldiramiz. Ikkinchi bosqichimizda siz o'zingiz uchun to'liq raspakovka qilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ekspertligingiz, hayotingiz, shaxsiyatingizni biz to'liq ochib olishimiz kerak bo'ladi kuchli shaxsiy brend yaratish jarayonida. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Sizga har xil savollar berilishi mumkin. Bunda tayyor shablonlar bor. Bu shablonlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastda izoh qismida biz havola qoldiramiz Telegram kanali uchun va shu kanal orqali siz barcha savollarni qo'lga kirita olishingiz mumkin. Hozir u savollarni ketma-ket berib keta olmayman, sababi video ancha cho'zilib ketadi. Siz o'zingizni kimligingizni, shaxsiyatingizni, ekspert darajasida qanaqa tajribaga ega ekanligingizni shu savollarga javob topish vaqtidagina bila olasiz. Va bu nima uchun muhim? Siz shu savollarga javob berish vaqtida qanaqadir mavzuga nisbatan o'zingizni munosabatingizni bildirishingiz osonlashadi. Ya'ni shaxsiy blogda faqat o'zingizni kimligingizni yoki bo'lmasa faqat qayerlarga borayotganingiz, qayerda ovqatlanayotganingizni ko'rsatishingiz kerak emas. U yoqda hamma narsani uyg'unlashtirishingiz kerak. O'zaro bir-biri bilan moslashishingiz kerak. Shu uchun bu savollarni o'zingizga o'zingiz berib ko'rishingiz yoki qanaqadir ma'noda kimdandir yordam so'rab bu savollarni sizga berishini aytishingiz mumkin bo'ladi. Yana boyagi savolga qaytamiz. Ya'ni tasavvur qiling, blogingizda sizni taniydigan insonlar soni taxminan 5 barobarga ko'paydi. Bu jarayondan keyin sizni nimalar kutyapti? Birinchi navbatda ko'rishlar soni ko'p bo'lgani uchun siz haqingizda biluvchi maqsadli auditoriya shakllanadi. Buning orqasidan sizga ergashuvchi insonlar paydo bo'ladi. Agar sizni taniydigan insonlar 5 barobar ko'paysa, o'z-o'zidan mijozlar yoki sotuvlar ham proporsional holatda oshib boradi. Taniqlilik tufayli sizda yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Shogirdlaringiz yoki konsultatsiyalaringizni soni oshishi mumkin bo'ladi. Aniq maqsadli auditoriya bilan istalgan hajmdagi produktlarni sotish imkoniyati sizda vujudga keladi. Agar siz raspakovka jarayonini to'liq va sifatli holatda amalga oshirsangiz, aniq ishonamanki, sizda kontentlar va storieslar bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni nima qo'ysam ekan, qanaqa mavzuda gapirsam ekan yoki qanaqa mavzu hozir trendda bo'lib turibdiki, men shunga munosabat bildirsam degan muammo bo'lmaydi. Ko'pchilik shaxsiy brendchilarning qilayotgan muammosi ham yoki xatosi ham aynan shunda. Ya'ni qanaqadir vaziyatni kutishadi va aynan o'sha vaziyatdan o'zini manfaati uchun foydalanib qolishadi. Siz bunaqa, qo'pol qilib aytganda, vaziyatlarga, mayda ishlarga aralashmasligingiz uchun aniq raspakovka qilishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi va eng kerakli bosqichda siz o'zingizni eng ko'p fokusingizni mijozlaringizga qaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizning mijozlaringiz o'zi kim? Ular nimaga qiziqadi? Ularning og'riqlari, xohishlari, e'tirozlari yoki qo'rquvlari nimadan iborat? Va aynan ushbu qo'rquv, og'riq, xohish va ehtiyojlarni aniqlash orqali siz ularga yechim sifatida, qo'pol qilib aytganda, aynan o'sha yechimlarni bera oladigan farishta sifatida gavdalanasiz. Va bitta narsani har doim eslab qoling, e'tiboringizni hech qachon to'g'ridan-to'g'ri sotuvlarga qaratishingiz kerak emas. Sababi obunachilar o'zi foyda olgandan keyin, mijozlaringiz yoki maqsadli auditoriya sizdan aniq qiymat olgandan keyin o'zlari sizning produktingiz yoki xizmatingizga qiziqishni boshlaydi. Aynan o'sha vaqtda issiq mijozlaringizga ko'proq e'tibor qaratganingiz yaxshiroq bo'ladi. Chem bu yoqda sovuq mijozlar, siz haqingizda ma'lumot bilmaydigan mijozlarga mana shunaqa xizmatim bor yoki produktim bor, mendan sotib ol degandan ko'ra, ko'proq o'zingizni biladigan, sizni taniydigan insonlarga e'tibor qaratganingiz ancha foydali va manfaatliroq bo'ladi. Ushbu videoda aytilgan maslahatlar menimcha sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu jarayonlarni to'liq qilib chiqish orqali siz o'sha o'zingizga ko'proq savol berish orqali blogingizdagi asosiy maqsadlaringizni va o'zingizning pozitsiyangizni va mijozlaringiz kim ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va aynan yuqorida aytilgan raqamlar, natijalar, shuncha muvaffaqiyatli loyihalarning ortida ham aynan shu ketma-ketlik yotibdi. Aynan ushbu ketma-ketlik qilingani uchungina biz 36 soat ichida 7000 obunachiga ega bo'lganmiz yoki 10 kun ichida $100 target budjet bilan 3 xil video kreativ orqali $7000 dan oshiqroq bo'lgan daromadni qo'lga kiritganmiz. Ya'ni bu yoqda hech qanaqa sir yo'q, barcha narsani ochiq-oydin aytdim. Kerakli fayllarni o'sha izoh qismida Telegram kanalimizda qoldirishga harakat qilamiz. O'zingiz o'sha savollarga javob topishga harakat qiling. Bu sizni shaxsiy brend boshlashdan oldin, kuchli shaxsiy brendga ega bo'lishdan oldin qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim ishlardan bittasi. Bu ishlarni qilmasdan turib, million prosmotr haqida ham, minglab obunachi haqida ham yoki millionlab dollarlar haqida ham o'ylamay turganingiz ancha foydali va manfaatliroq bo'ladi. Agar bu jarayonda aynan meni o'zimni sizga qanaqadir yordamim kerak bo'lsa,
men siz uchun bepul konsultatsiya berishga tayyorman. Faqat bu cheklangan insonlar uchungina amal qiladi. Ushbu videoni ko'rgan va o'zini shaxsiy brendini rivojlantirish orqali daromadlarini oshirmoqchi bo'lgan atigi 10 ta inson uchun men bepul konsultatsiya berishga va individual strategiya tuzib berishga yordam beraman. Ya'ni o'sha boya aytilgan raspakovka jarayoni, blokka pozitsiyasini aniqlash yoki bo'lmasa mijozni kimligini aniqlash uchun men ular bilan individual holatda onlayn yoki offlayn formatda ishlashga tayyorman. Faqat aytganimdek, bu faqat cheklangan insonlar uchun. Agar ularning qatorida bo'lishni xohlasangiz, izoh qismida ro'yxatdan o'tish uchun havola qoldiramiz. Aniq ma'lumotlaringizni yozib qoldirsangiz, tez orada shaxsan o'zim siz bilan bog'lanib, muammolaringizni eshitishga va ularga yechim berishga harakat qilaman va bu narsa yuqorida ta'kidlanganimdek mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Ushbu bepul strategiyaga, bepul konsultatsiyaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastda izohda yozilgan havolaga kiring va ro'yxatdan o'tish orqali bepul konsultatsiyaga, bepul individual strategiyaga ega bo'ling. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Agar meni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boradigan bo'lsangiz, Xudo xolasa keyingi videoroliklarimizda ham siz uchun manfaatli bo'ladigan mavzularni muhokama qilishga harakat qilamiz. Yangi razborlarni yoki bo'lmasa keyingi qadamlarni birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz.